Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bu dünya sınav dünya, bu dünya imtihan dünyası. İnson balog'at yoshiga yetgandan boshlab demak uni turli xil sinovlar qamrab oladi. Har xil holatlarga uchraydi. Turli xil dushmanchiliklar, xursandchiliklar, shodlik va g'am doimo unga hamroh bo'ladi. Shunaqa qilib insonni umri sekin-sekin o'tib ketadi. Yaxshi do'stlarni ko'radi, yomon do'stlarni ko'radi. Mansab, martabang, boyliging, omading kelganda seni maqtaguvchilar ko'p bo'ladi. Ozgina bir sinovga uchrasang 100 o'girguvchilar ham kam bo'lmaydi. Shuning uchun ham doimo odam bir dard, bir g'am va xursandchilik bilan yuradi. Shu bois ham siz azizlarga dardim bordir degan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Dardim to'la yuragimda, qalbimda, ehsonim yo'q dunyoimda, ilgimda, nokas kimsa payt poyladi yo'limda, qarchig'oyim ucholmaydi qo'limda. Donolarning suhbatlarini tinglab, insofga kelmayman haq yo'lni anglab, suhbatlarda g'iybat qilarman qo'plab, suzadirman lag'vi g'iybat ko'linda. Endi shu so'zga e'tibor qarasak, Alloh taolo bir bandasiga hidoyat, yaxshilikni nasib qilmasa, har qancha donolarning suhbatini eshitmasin, Qur'oni Karimni tinglamasin, hatto payg'ambar alayhisolatu vasallamning yonida bo'lsa ham hidoyat bermasa, banda uni o'zi hidoyatga bora olmas ekan. Shuning uchun demak bugungi kunda ko'p suhbatlarimiz asosan g'iybatdan iborat bo'lib qoldi. Qayerda erkaklar yig'ilsa, ayollar yig'ilsa, so'zlari g'iybat, har bir g'iybat uchun gunoh to'playotganligini bilishmaydi. Suhbatning yaxshisi g'iybat degan bir o'zlaricha fikrlarga egadirlar. Bu esa noto'g'ridir. Xaloyiq ham maqtar meni ko'rganda, yuz o'girar omad yuzim burganda, tavba tazarruga imkon bo'lganda, shayton poylab turar doim yo'lida. Ya'ni tavba tazarru qilaman, istig'for aytaman, endi qayta bu gunohlarga yo'l qo'ymayman deganda shayton poylab turar ekanda, doim yo'lingizda chiqib bu fikring noto'g'ri, Alloh taolo gunohlarni kechirguvchi, gunohlardan qaytmagin deb yo'ldan uraverar ekan. Shuning uchun tavba tazarruga imkon bo'lganda shayton poylab turar doim yo'limda. Jonim ham omonat, dunyo omonat, o'lim birla boshlanadi qiyomat. G'aribidir bu dunyo erur sinoat, ilohi rahim qil mahshar kunida.